Ziya Samidi Ataqlıq yazğuchi, sobiq Sharqiy Turkiston Milliy Armiyasi razvedka bo'lim boshlig'i, polkovnik va jamoat arbobi marhum Ziya Samidi 20-asrda o'tgan ataqlıq va sanoqliq Uyg'ur yozuvchilarining biri. Jumladan Uyg'ur tarixiy romanchiligiga eng dastlab qadam qo'ygan yozuvchi. Ziya Samidi 1914-yili Qozog'istonning Yarkent tavasidagi Honihay yezisida dunyoga kelgan. Ular 1881-yili ilidan ko'chib chiqqan taranchilarning biri edi. 1931-yili uning oilasi iliga ko'chib borgan. Uning adabiy faoliyati 1934-yilda boshlangan bo'lib, 1937-yili Milliy ozodlik harakatiga ishtirok qilganligi uchun Shingsay tarafidan turmaga tashlangan. 1938-yili Shingsayning Urumchidagi turmasiga qamalib, uda 8 yil turmada yotgan. 1944-yili G'uljiga kelganda Milliy inqilob portlab, kurash sepiga otlanib, ilgari keyin soqchi boshlig'i va Milliy armiya razvedka bo'lim boshliqlik vazifalarini o'tkirgan. 1945-yili uningga polkovniklik harbiy unvoni berilgan. 1949-yildagi Xitoy ishg'oliyatidan keyin Ziya Samidi 1950-yillarda Sharqiy Turkistonda adabiyot san'atchilari sohasining g'olliq rahbari sifatida maydonga chiqqan bo'lib, u Uyg'ur milliy madaniyatini qo'g'dash va rivojlantirish, Uyg'urlarning siyosiy huquqlarini kapolatga ega qilish uchun o'z xizmat o'rnidan foydalanib, dushman bilan oxirgacha tirkashganligi uchun 1958-yili yerlik ashaddiy yerlik millatchi va bo'lginchi deb qarilib, Tarimdagi emgak lageriga haydalgan. 2 yildak Tarimdagi jazo lagerida qiynalgan Ziya Samidi 1960-yili Sovet ittifoqiga ko'chib ketib, u yerda Qozog'iston yozuvchilari ittifoqi Uyg'ur bo'limining boshlig'i bo'lgan hamda Qozog'iston xalq yozuvchisi degan nomga sazovar bo'lgan. Ziya Samidi 30-yillarda drama asarlarini yezib, sahnalashtirgan bo'lsa, 50-yillarda yana G'erib Sanam dramasini va 1944 va 1949-yilgacha bo'lgan Milliy ozodlik inqilobi haqidagi kino povesti Ili daryosi bo'yidani yezib, Uyg'ur kino ssenariyachiligining asosini turg'izgan edi. Ziya Samidi 30-40-yillar Uyg'ur tarixiy voqealarining bevosita shohidlaridan bo'lish bilan birga, yana 40-50-yillar Uyg'ur siyosiy sahnasida ma'lum o'rin tutgan shaxs. U zamonaviy Uyg'ur adabiyotida boshqalarga qaraganda burunroq o'z ijodiyatini Uyg'ur milliy ozodlik kurash tarixiga bag'ishlab, bu sohada tunji romanlarni maydonga keltirgan yozuvchi edi. Özünün bütün icadi faoliyatining mutlaq ko'p qismini Uyg'urlarning 19 va 20 asrlardagi milliy ozodlik kurashlarini aks ettirishga bag'ishlagan. 20 asr Uyg'ur adabiyotining oldingi qatordagi namoyandalaridan, shuningdek Uyg'ur tarixiy romanchiligining asosini solg'uvchilaridan biri deb e'tirof qilingan ataqliq yozuvchi Ziya Samidi o'zining Maymaxon nomli tunji yirik asri, ya'ni 19-asrning oldingi yarmida Ili vodisida Manching bosqinchilarga qarshi kurashga otlanib, dushmanga tiz bukmay hayotidan ayrilgan Botur Uyg'ur qizi Maymaxonni asosiy qahramon qilgan tarixiy romani Maymaxonni 1965-yili yo'riqlikka chiqarish bilan Uyg'ur tarixiy romanchiligining muqaddimasini ochgan. Chunki Ziya Samidining tarixiy romanlari Uyg'ur tarixiy romanchiligining shakllanishi va taraqqiyotida muhim rol o'ynagan. 1960-yillardan 1980-yillargacha bo'lgan oraliqda Sovet ittifoqi bilan Xitoy orasidagi munosabatlarning raqiblik davrida Moskva Sovet Uyg'ur madaniyatining taraqqiyotiga texmo bakrak ko'ngil bo'lgan. Bu vaqtlarda Sovet ittifoqining Toshkent va Olmuta shaharlarida Uyg'ur naqshi usul ansambllari va teatrlari aktiv faoliyat qilgan bo'lib, Moskvaning kuch chiqarishi bilan hatto Uyg'urlar haqida bir qancha kino filmlar ishlangan. Bularning ichida Uyg'urlarning 19-asrdagi milliy ozodlik harakatini asosiy tema qilgan Ajdaho yili nomli tarixiy film Sovet ittifoqining O'rta Osiyo xalqlarining tarixini aks ettiradigan badiiy film sohasidagi zo'r natija hisoblangan.
1982 yili ishlangan Ajdaho yili marhum yozuvchi Ziyo Samidiyning Maymuxon nomli tarixiy romani asosida ishlangan tarixiy film edi. Ziyo Samidiy yana Uyg'ur xalqining 20-asrning 30-yillarida elib borgan dag'dug'liq azodlik kurashlarini aks ettirishga tutish qilib, Yillar siri nomli 4 tomliq romanning birinchi kitobini 1967-yili, ikkinchi kitobini 1971-yili nashr qildirdi. U yezishni davomlashtirib, romanning 3 va 4 kitoblarini 1989-yili Qozog'iston yozuvchi nashriyati tarafidan nashr qildirishga muvaffaq bo'lgan. Ziyo Samidiyning asarlarining bir qismi u sobiq Sovet ittifoqiga ko'chib chiqqandan keyin nashr qilingan bo'lib, avtorning Sovet ittifoqida yashagan davri uning ijodiyatining eng ro'naq topgan mezgili edi. Ziyo Samidiy o'tgan asrning 1930-yillarida ijodiyatni boshlagan bo'lib, 1950-yillarda Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur adabiyotida tunji qitim kino ssenariy va tarixiy povest yozgan shaxs edi. Ziyo Samidiy o'zining Ili daryosi bo'yida nomli milliy azodlik inqilobi haqida yozgan tunji povest va kino ssenariysidan keyin Sovet ittifoqiga ko'chib ketib, u yerda Maymuxon, Yillar siri, G'ani Batur, Ahmad Apandi qatorliq romanlarni nashr qildirgan. Ziyo Samidiyning eng oxirgi asri, ya'ni uning Istak va Qismat nomli aslimasi 2007-yili o'z o'g'li Rizo Samidiy tarafidan radlanib, Olmaotada Uyg'ur tilida nashr qilingan. Istak va Qismat mavzuliq mazkur aslimida Ziyo Samidiyning o'tgan asrning 30-40-yillarida o'z beshidan kechirgan murakkab hayot musofasi tafsili bayon qilingan bo'lib, mazkur asar pakit va hujjatlar asosida yozilgan. Uyg'urlarning 20-asrda o'tgan atoqliq jamoat va madaniyat arbobi yozuvchi Ziyo Samidiy 2000-yili 87 yoshida Olmaota shahrida vafot bo'lgan. Uning tarixiy romanlari, tarixiy dramalari va boshqa asarlari Uyg'ur, Qozoq, Rus, Qirg'iz, Xitoy, O'zbek va boshqa tillarda e'lon qilingan. Miladiya 2011-yilga kelganda atoqliq Uyg'ur yozuvchisi Ziyo Samidiyning hayot vaqtida nashr qilinmagan Dardmanning zori, bir tal papros nomli qissa va povesti farzandlarining tirishchanligi bilan Olmaotada Uyg'ur va rus tilida nashr qilingan. 2015-yili Ziyo Samidiyning Iparxon nomli tarixiy asri turk tiliga tarjima qilinib, shu yili dekabrdagi avtor tavalludining 100 yilligiga ulgurtib nashr qildirgan. Miladiya 2014-yili 13-aprelda Olmaota shahrining Do'stlik mahallasida Qozog'iston xalq yozuvchisi, atoqliq dramaturg Ziyo Samidiy tavalludining 100 yilligiga bag'ishlangan xotirlash murosimi o'tkazilgan. 2017-yili yozda Olmaotadagi Mir nashriyat uyi tarafidan Qozog'iston xalq yozuvchisi, davlat va jamiyat arbobi Ziyo Samidiyning yorqin xotirasiga bag'ishlangan mazkur voqealarning tirik guvohtisi nomli kitob xalq bilan yuz ko'rishgan. Mazkur kitobda Ziyo Samidiyning 1975-yili Yevropa ellariga, 1977-yili Hindistonga qilgan safar ta'sirotlari, 1984 va 1991-yillar oralig'idagi kundalik xotiralari hamda Dalay Lama, Ayso Olibtekin, Erkin Olibtekin, Sherpiddin Umar, Husanjon Jami, Rizo Bekin, Rahmetullah Turkistoniga o'xshash atoqliq shaxslar bilan bo'lgan munosabatlari 1997-yili Amerika prezidenti Bill Clintonga yozgan xati va boshqalar yo'ritilgan.